ishemik kasalligi butun dunyoda eng yuqorida turgan xavf guruhlari kasalliklar guruhiga kiradi. O'lim xavfi bo'yicha eng yuqorida turadi. Yurak ishemik kasalligi bu yurak mushaklarida organik va funksional o'zgarishlarni ketishi bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Yurak ishemik kasalligi nima sababdan kelib chiqadi? Ya'ni yurak qon tomirlarida xolesterin miqdorining ko'payishi hisobiga ateroskleroz rivojlanadi. Buni xavf guruhlari bor. Yurak ishemik kasalligining xavf guruhlariga bu erkak jinsiga mansub bo'lish, 50 yoshdan oshganlik, kam harakatlilik sababchi bo'ladi. Eng asosiy e'tiborda buni klinikasiga keladigan bo'lsa, bu ko'krak qafasida bo'ladigan kuydiruvchi, sanchuvchi va g'ijimlovchi tipdagi og'riqlar bo'ladi. Bu og'riqlarni chap qo'lga, chap jag' ostiga va chap kurakka uzatilishi bilan xarakterli hisoblanadi. Yurak ishemik kasalliklariga chalinish bu ko'p hollarda qori yoshli insonlarda ham bo'ladi, lekin atrof muhiti holatining o'zgarishi va boshqa sabablarga ko'ra bu kasallik ham hozirgi kunda ancha yosharib qoldi. Yurak ishemik kasalligining eng asosiy bir kasalligi bu miokard infarkti bo'lib keladi. Ya'ni bu oxir oqibatda qon tomiridagi ateroskleroz, ya'ni xolesterin miqdorining ko'payishi va bu miokard infarkti kasalligi kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Insonlar yurak ishemik kasalligiga chalinmaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Ya'ni organizmda har doim xolesterin miqdorini tekshirib turishi, qonni koagulogrammani tekshirishi va albatta elektrokardiogramma tekshiruvidan o'tib turilsa, bu maqsadga muvofiq ravishda o'sha bemorda yurak ishemik kasalligining oldini olishga yordam beradi. Agar sizda ham yuqoridagidek klinik o'zgarishlar kuzatilayotgan bo'lsa, bizning Hightech klinikamizga murojaat qiling va biz sizga yordam beramiz.